Mana navbatdagi gilamlarimiz yana ekan yo'llarga keldik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tushunsa savob bir tanishtirib yuborsangiz gilamni. O'sha o'tgan safargidan yangiliklar bor aka, 2 ga 3 bular aka. Hali so'rashyapti 2 ga 3 devordan tushgan aka 450 mingdan. 450 ming so'm. Tagida yerga tushganlari bor 300 ming so'mdanligi bor aka. 300 ming so'm. Turkiyaniki bor 2,5 ga 3,5. 650 ming 500 ming qilib beramiz oxiri. Dastavkamiz yo'q avval aytibdi. Dastavka yo'q. Ha, mana bunaqa gilamlarimiz bor 2 ga 3. 250 ming so'mdan. 250 ming so'm. Hop 3 ga 5imiz bor. 650 ming qilib beramiz oxiri. Mana 550 ming qilib beramiz. Bu xivamiz sotilgan. Sotilgan bu xiva. Necha pulga 1 sotildi? million 200 ga sotilgan. Nechiga nechi bu? 3 ga 5. 3 ga 5. Hop, mana aka Madonnamiz bor 3 ga 4. 750 ming. 750 Hop, ming. mana 850 ming kami bor. Madonna. Hop, mana xivamizni ikkinchisidan bor. Birinchisidan bo'lsa yub qarasa. 650 ming 3 ga 4. 3 ga 4. 3 ga 4. 1 million 100 ming haqiqiysidan xivani mana. 1 million? 1 million 100 ming. 1 million 100 ming 3 so'm. ga 4. 3 ga 4 Madonnamiz bor aka. 700 ming, 650 qilib beramiz. 3 ga 5. 850 ming. 3 ga 5 Madonnamiz bor. 1 million 100. 4 ga 5 800 ming. Oxirgi narxini aytyapman aka. Hop, bari yangi endi. Yangi gilamlar ko'p aka. Daroshkalar bor aka. Hop, 1 ga 4 metr akaxon. 1 ga 4 metr 200 ming qilib beramiz. 200 ming so'm. Ha. Har xil gilamlar bor aka. Haqida 2 ga 3lar bor, rossiyskiy poloslar. Namangan bo'yicha yetkazib berish xizmati bormi? Namangan bo'yicha bor aka. Yetkazib berish Ha, xizmati dastavka Namangan bo'yicha qo'rarim, bor. dastavkani pulini berishadi. Ba'zi yangi gilamlarimiz bor aka. Qanaqa gilam kerak bo'ladigan bo'lsa, 100 ming so'mdan daroshkalar bor aka. qanaqangi gilamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu akaga bemalol murojaat qilaver akasi. Mana har xil turdagi gilamlar bor ekan. Telefon raqami nechi? 94lik 94lik 603 603 56 46. 56 46 raqamiga Ha, qo'ng'iroq voqea qilsangiz. Toshkentdan telefon qilishmasa, Tarobadagi telefon qilsa yo Tarobagacha telefon qilishsin aka. Bo'ldi. Mana taroba vaqtida telefon qilmasanglar yaxshi bo'lar ekan bularga. Chunki namozga shanba kuni bo'ladi Namanganda aka. Namangan Yashil dehqon bozorida mana shanba kuni bo'lyapti. Bugun 20-fevralmi? Ha, 20-fevral sanasida. 20. 21. 21mi? 21-fevral akamadi. Qanaqangi gilam kerak bo'lsa, mana shu akaga bemalol aloqaga chiqsangiz, Namangan bo'yicha dastavka xizmati bor ekan.